Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar, bizlarni kuzatuvchi obunachilarimiz. Hop, bu vaqtdagi obyektimiz navesini qidirishi bilan o'tgandik. Akalarimiz o'zimizda naveslarni tayyorlab, akaga ham joy egalari o'zlari betalab konstruksiya ishlar qilganlar. Naveslarimizni ham narxini, ishi qanaqa detallarni ishlatishimiz, qanaqa profil, chertojlarimiz aqlga keladi. Naveslarni ham qilib beraylik dedilar, xudo xolisi bitib qolaydi-da. Biz mana motorlarimizni ham o'zimiz joylarni tayyorlab, Alloh xolisa mana bugun spiritllarni olamiz. Birinchi motorimiz, bu ikkinchi motorimiz, bu uchinchisi. Alloh xolisa yurg'izib, ishga tushirib, yana video obzor qilib beramiz. Bu birinchi kameramiz, ikkinchi kameramiz, uchinchi kameramiz. Alloh xolisa yetkazib, obzorlar qilib tushuntirib, qanaqa mahsulotni nima qilish kerak, nima qo'yishadi, hamma ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Ketgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Rahmat.